Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugün yeni yıl düşüncesi haqida to'xtalamiz. Dunyoda nurg'un kishilar yeni yılning kirganligi munosabati bilan xo'shallik tantanasi qilishidi, xo'shallanadi va bayram o'tkazadi. Amaliyotda yeni yilda xo'shal bo'lishga tegishli bir ish bo'lsa, dal Alloh taoloning bizga umr ato qilib, tinimizni sog' salomat qilib, bizni mushu yeni yılga yetkizganligidir. Bununla xo'shal bo'lishimiz va Alloh taologa shukr qilishimiz bizning minnatdorlik burchimiz va diniy majburiyatimiz. Yeni yılda musulmon odamning qilishga tegishli ishi Alloh taologa shukr qilish bilan birga o'zidan o'zi hisob elishidir. Chunki aslida yeni yılning kirganligi bir tarafdan bizning sog' salomat mushu kungacha yashaganligimizga xo'shal bo'lish bo'lsa, yana bir tarafdan o'tib ketgan bir yil ichida Alloh taoloni rozi qilgudak va o'zimizni xo'shal qilgudak qandoq yaxshi amallarni qildik. Bu bir yil ichida qandoq yomon ishlarni qildik va qandoq kamchiliklarni sodir qildik. Bularni aqlimizdan bir-birlab o'tkazib, yaxshi qilgan ishlarimiz uchun xo'shallanib, Alloh taologa shukr qilishimiz, yomon qilgan ishlarimiz uchun tövbe qilib, Alloh taoloning rahmatini umid qilishimiz lozim. Chunki yeni yil kirdi deganlik ömrümüzden bir yil qisqardi, ajalimiz bir yil yaqinlashdi va bizni mazarga bir yil yaqinlashtirdi deganlikdir. Yeni yıl bu tarafdan aytganda xo'shallik emas, balki g'amkinlik, o'zini silkish, g'aflatdan uyg'onish va yaxshi ishlarga, ömrünün qolgan qismini ching tutishga bel bog'lash paytidir. Yeni yıl o'tib ketgan yil yoki yillarni g'aflat bilan o'tkazayotgan bo'lsak, oldimizdagi yillarni ma'nilik va natijalik o'tkazish uchun bel bog'lash paytidir. Yeni yıl o'tib ketgan yil yoki yillarda Alloh taoloni rozi qilgudak, insonlarni mamnun qilgudak, vijdonimizni rohatlantirgudak yaxshi ishlarni qila olmagan bo'lsak, oldimizdagi yillarda bu ishlarni qo'limizdan kelgancha mukammal qilish va yaxshi fursatlarni qo'ldan bermaslik uchun o'zimizga o'zimiz va'da berish paytidir. Yeni yıl o'tib ketgan yil yoki yillarda ailemizdekilerning, xizmatdoshlarimizning, qo'shnilarimizning, urug' tuqqanlarimizning, do'stlarimizning, saboqdoshlarimizning qadrini bilmagan va ularga unutilmas xo'shalliklarni taqdim qila olmagan bo'lsak, oldimizdagi yillarda bu ishlarni vujudga chiqarish uchun niyat qilish paytidir. Yeni yil özümüzden özümüz hesap aladigan ve özümüzge baha beradigan vaqtdir. Agar biz özümüzden özümüz hesap elib, kamchil taraflarimizni to'liqlab, gunohlarimizga tövbe qilib tursak, bizning yukimiz yengillashib qoldi. Alloh taolaning oldida hesap berishimiz bu o'ng'aylashdi. İslamning dastlabki chog'laridagi o'lgulik musulmonlar vaqtning, ömrning qimmatini nihoyat yaxshi bilardi. Ömrünün hech bir soatining ma'nisiz, savobliq amalsiz, natijasiz o'tib ketishiga qat'iy rozi bo'lmaydi. Burunqi o'lgulik zotlardan Hasan al-Basri bizning oramizdagi kishilar o'zining ömrini va vaqtini oltin kumushdan muboq qimmatli biladi degan. Yeni yıl bayramı İsa aleyhisselam tug'ilgan yilni qutluqlash uchun Hristiyanlar tarafidan yo'lga qo'yilgan diniy bayram. Uning faoliyati Hristiyanlarning bir-biriga sovg'at taqdim qilish, yeşil daraxtni tiklash, oila bo'yicha xo'shallik tantanasi qilish, Noel papaning taqlidini yasash bilan bo'ladi. Bu bayram Krismas deb ataldi. İsa aleyhisselamning tug'ilgan vaqti aniq emas. Ama Hristiyanlarning Yevropadagi
Protestant mazhabi bilan Katolik mazhabi 25 dekabrni İsa alayhissalomning tug'ilgan kuni deb qarorlashtirgan bo'lsa, Sharqdagi Ortodoks mazhabi yanvarning 7-kunini İsa alayhissalomning tug'ilgan kuni deb qarorlashtirgan. Milodiyaning 220 yilga kelguchilik xristianlarda yangi yilni qutluqlash odati yo'q edi. Shu yili Hristiyan alimleri İsa Aleyhisselam'ni miladiyaning 29 yili 25 Mart günü dargı esip öldürülgen deb qarorlashtirgan. Keyingi Hristiyan alimleri İsa Aleyhisselam'ni miladiyaning 33 yili 3 April günü dargı esip öldürülgen deb qarorlashtirgan. Tarixda tunji qatim 14 asrda Konstantin imperatorining zamonida Konstantinning emri bilan 25 dekabrni İsa alayhissalomning tug'ilgan kunini xotirlash bayrami deb bekitgan. Chunki Rimliklar Hristiyan dinini qabul qilishdan burun har yili 25 dekabr kunida Quyosh ilohi sanaladigan Bol Invictusning tug'ilgan kunini xotirlaydi. Shuningdan keyin ular Hristiyan dinini qabul qilgandan keyin yillar o'tib ular bu tabriklash odatini İsa alayhissalomning tug'ilgan kuniga o'zgartgan. Bu odat Hristiyan dinining eng ahamiyatli diniy bayramlaridan biri bo'lib, hozirgacha davomlashib kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni boshqa dindagilarning diniy odatlarini do'rashdan to'sib, mushriklarga o'xshab qilishdan saqlaninglar degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu ixcham va mazmunliq hadisining ma'nosi shuki, mayli qaysi dinda bo'lmasin, musulmon emaslarni do'rmanglar, ularning qilganlarini qilmanglar, ularga o'zinglarni o'xshatmanglar deganlik bo'lib, bu mushriklarga xos emas. Hadisda mushrik so'zinglar tilga ilinganligi avvalgi musulmonlarning aslida mushriklar oilasining kelib chiqqanligi, mushriklik muhitida o'sib cho'ng bo'lganligi va ularning ko'proq mushriklar bilan uchrashib turadiganligi sababdan bo'lsa kerak. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin, ömrümizge bereket ato qilsin va buningdan keyingi yillarda burun qilmagan yaxshi ishlarimizni qilishga bizni muyassar qilsin. Amin.